Bu meni bolammas. Bu voqeaga ancha bo'ldi. Yaramni yangilash niyatim yo'q edi-yu, lekin mening boshimdan o'tganlari kimlargadir ibrat bo'lar degan umidda gapirib bermoqchiman, deb gap boshladi Surayyo opa. Turmush o'rtog'im xizmat yuzasidan uzoq safarga ketgan paytda meni muddatidan oldin to'lg'oq tutdi. Qaynonam shoshilinch tug'ruqxonaga olib borganida avvaliga sovuqqina muomala qilishdi. Keyin esa birdan ahvoli yaxshi emas, tezda operatsiya qilishimiz kerak deb yugurgilab qolishdi. Hayron bo'ldim, chunki shifokorlar o'zing ham, bolang ham sog'lom deyishgan edi. Qaynonam ham ikki jon ham omon bo'lishsa bo'ldi deb rozilik berishga majbur bo'ldi. Xullas, tezda meni operatsiyaga tayyorlab stolga yotqizishdi. O'zimga kelganimda esa alohida palatada yotardim. Yo'lakdan o'tib qaytayotgan ayollar menga o'g'rincha g'alati qarab o'tishardi. "Bolam qani?" so'radim narkozdan ochilishimni kutib turgan hamshiradan. "O'zingizni bosing, sizga hayajonlanish mumkin emas", dedi u javob o'rniga. Tushunmadim. Ayollarning menga g'alati qarab o'tishidan qandaydir noxushlik ro'y berganini sezdim. "Qani mening bolam? Nega meni tinchlantiryapsiz?" Tashvishlana boshladim. "Hoziroq bolamni olib keling." Shovqinni eshitib yana bir hamshira yugurib keldi. Ikkovlashib chaqqonlik bilan ukol qilishdi. Qachon uyg'onganimni bilmayman. Ko'zimni ochganimda hamon palatada yolg'iz yotardim. Uyg'onganimni ko'rgan hamshira shifokorni boshlab keldi. "Sizga to'g'risini aytishga majburmiz. Farzandingiz urotstva bilan tug'ildi va 2 daqiqa ham yasha olmadi." Avvaliga nima deganini tushuna olmadim. Keyin esa dodlab, yig'lab yubordim. "Ishonmayman. Yolg'on gapiryapsiz. Hoziroq ko'rsating bolamni. Bolam qayerda?" Jon achchig'ida o'rnimdan sakrab turmoqchi bo'lgandim, og'riqdan bukchayib qoldim. Xuddi eshik ortida poylab turgandek hamshira yugurib kirdi. Dori ta'sirida biroz o'zimga kelganimdan keyin qaynonamni chaqirtirib yana tushuntirishdi. Aslida noqis tug'ilgan bolalarni ota-onasiga ko'rsatishmaydi, chunki ruhiyatiga qattiq ta'sir qilishi, ya'ni bola ko'rishga qo'rqib qolishi mumkin. Ishonchingiz komil bo'lishi uchun bolangizni qarindoshlaringizdan biriga ko'rsatishimiz mumkin, dedi shifokor. Shundan keyin qaynonam kirib ko'radigan bo'ldi. Meni esa kiritishmadi. Hamma tug'ruqxonadan bolasini bag'riga bosib chiqsa, men so'ppayib bir o'zim chiqdim. Odamlarning qandayligi shunda menday paytlarda bilinardi. Ko'pchilik xuddi yuqumli kasalim bordek mendan o'zini olib qochishardi. Hol-ahvol so'rashsa, dardim ularga yuqib qoladigandek. Odamlar o'z ko'zi bilan ko'rganidek bolam haqida bir-biridan vahimali gaplar tarqatishardi. Lekin qaynonam tish yorib bir og'iz gapirmasdi. Lekin o'zim baribir bolam nogiron tug'ilganiga ishonmasdim. Chunki farzandim dunyoga kelgunga qadar uning qimirlashini his qilardim. Homiladorlikda ham o'zimni yaxshi his qilganman. Bolam mening tasavvurimdagidek harakatchan, sog'lom bola bo'lishi kerak edi. Uning shifokorlar aytgandek dahshatli darajada nogiron tug'ilganiga ishona olmasdim. Bu gapni tez-tez takrorlayveradigan, xavotirlanadigan qaynonam o'g'lini chaqirtirdi. Hol so'rab kelganlarni ko'rishga ko'zim yo'q edi. Lekin odatimizga ko'ra, birov kasalxonadan chiqsa, darrov ko'rgani borish lozim. Bir kuni meni ko'rgani sinfdosh dugonam keldi. "Bolang juda qo'rqinchli tug'ilibdi, deyishdi, shu to'g'rimi?" dedi u achinib. Bu gap yuragimga pichoqdek sanchildi. Odam ham shunaqa befarosat bo'ladimi? "Ko'rsatishmadi", dedim zo'rg'a. Lekin ko'z yoshlarimni yashira olmadim. Qani endi andisha bo'lmasa, haydab solsam. Qaynonam dugonamning gapi ko'nglimga og'ir tekkanini bilib gapni burdi. O'shanda tuni bilan qaynonamga: "Oyijon, u mening bolam emas.
Mening bolam soppa-sog' bo'lishi kerak. Yuragim sezib turibdi, u tirik deb yig'lab chiqdim. Qaynonam esa indamay boshimni silab qo'yadi. Yillar o'tib, yana farzandli bo'ldim. Achchiq dardimga ko'zim tushmasin deb yuragimning tub-tubiga ko'mib yugurgandim. Lekin yaqinda dard bisotimni titkilashga to'g'ri keldi. Kun botar mahal uyimizga kutilmagan mehmon tashrif buyurdi. Kelishgan, did bilan kiyingan yigit mening ism-familiyamni aytib so'radi. Sizga deydigan zarur gapim bor. Agar mumkin bo'lsa, siz va eringiz bilan alohida gaplashib olsam, dedi u negadir o'ng'aysizlanib. Men hayratlanib erimga qaradim. U ham tushunmay, "Kimsiz o'zi?" dedi. "Iltimos, onam jon berolmay yotibdilar. Vaqtim juda kam", dedi. Uning ko'z yoshlarini yutib, to'lqinlanib gapirishidan xavotirlanib, darrov bolalarni boshqa xonaga chiqardik. Yigit gapni nimadan boshlashni bilmay ikkilandi. Keyin, "Opa, 1989-yilda shaharning tug'ruqxonasida farzandli bo'lgan ekansiz." Tok urgandek seskanib ketdim. Erim ham o'rnidan sapchib turdi. "Kimsan?" dedi ovozi qaltirab. "Nega surishtiryapsan?" Erimning vajohatini ko'rib turib, yigit qilt etmadi. "Akajon, hozir meni urib o'ldirsangiz ham roziman, lekin gapimni oxirigacha eshiting. Onam o'sha tug'ruqxonada shifokor bo'lib ishlaganlar. Zaynab opa degan, balki eslarsiz." Men javob bermadim. Hozir qandaydir noxushlik ro'y berishini sezib, yuragim muzlab ketdi. Onam o'shanda ko'p o'tmay kasallik tufayli nafaqaga chiqib ketganlar. To'g'risi, ishlay olmaganlar. 2 yildan buyon og'ir dard tufayli to'shakka mixlanib qolganlar. So'nggi 3 kundan buyon ahvollari og'ir, lekin kechirim so'ramagunimcha jon bera olmayman deb yig'lagan. Kimdan kechirim so'raysiz desak aytmadilar. Oxiri bugun o'zim yolg'iz gaplashdim va bor gapdan xabar topdim. Erim, "Yana qanaqa gap?" deb jahl bilan o'rnidan turib ketdi, lekin men yengidan tortdim. Ikki ko'zim yigitda. "Tezroq gapir" degandek tikilib turibman. Erim ham ahvolimni ko'rib indamay joyiga o'tirdi. "Opajon", dedi yigit ko'zlarimga tikilib. "Onam uchun sizdan tiz cho'kib kechirim so'rashga ham tayyorman. Kechirimga loyiq ish emas u." "Gapir." Tomog'im qurib borardi. "O'shanda bolangiz nogiron tug'ilmagan ekan." Ko'ksimdan otilib chiqqan ohdan butun tanamga o'q tekkandek bo'ldi. Erim bilan yigit ushlab qolishmaganda stuldan yiqilib tushishim aniq edi. Bilgandim. Gapning mohiyatini endi anglab yetgan erim avvaliga oqarib ketdi. Keyin jahldan qizarib yigitning yoqasiga yopishdi. Erimning tarsakisiga e'tiroz bildirmagan yigit: "Aytdim-ku, urib o'ldirsangiz ham roziman" deb. "Iltimos, onamni do'zax azobidan qutqaring." "Nima?" dedim alamdan bo'g'ilib. Nega men onangni kechirishim kerak? Men tortgan do'zax azobini kim qaytaradi? Qaytara olasanmi? Onangni 2 dunyoda ham kechirmayman. Bir zumda hayotim ag'dar-to'ntar bo'lib ketdi. Ichimdagi yig'ilib qolgan isyonni boshqarish qo'limdan kelmasdi. Onamning aytishicha, "Bolam qayerda?" deb tug'ruqxona atrofida yig'lab yurganlaringiz har kun tushga kirarmish. "Mening bolam qayerda?" qaytardim titrab. Yigitning gaplarini eshitishga holim qolmagandi. "Bolangizni onam o'z singlisiga, xolamga olib bergan ekan." Tilimning tagiga 2 ta validolni tishlab, biroz o'zimni bosib olganimda qaynonam tir-tir titrayotgan qo'llarimni silab o'tirardi. "Qizim, ko'nglim sezyapti. Derdingiz-a, bolajonim. Endi o'zingizni qo'lga oling. Yuring, borib bolangizni olib kelaylik. Keyin sho'rlik ayolni ham kechiring." Mening seskanib ketganimni sezib qo'limdan yanada mahkamroq qisdi. "Rozi bo'ling qizim. U jazosini olib bo'lgan.
Qaynonam ikkalamiz bir-birimizga suyangancha yigitning mashinasiga o'tirdik. Erim bormayman dedi. Ertasiga yopishgan ayolni ko'rib, rahmim kelib ketdi. U meni tanidi shekilli, qo'lini uzatdi. Lekin men yaqinlashmadim. O'rnimga qaynonam qo'lidan tutdi. "Kechiring", dedi ayol ko'z yoshlari ikki chakkasiga oqib. "Gapiring ona", dedi yigit onasining oyoq tomoniga o'tirarkan. Ayol gapira olmay taq-taq titray boshladi. Sabr chidamagan qaynonam men uchun ham javob berdi. "Biz-ku kechirdik, Xudo kechirsin". Ayol holsizlanib borayotganini ko'rib, "Bolam qani?" dedim shoshib. Yigit onasining o'rniga javob berdi. "Xolam og'ir kasallikdan vafot etar mahal onamga bolani onasiga qaytaring deb iltimos qilibdi. Lekin onam aybini bo'yniga olishga qo'rqib xabar bermagan. Bugun bor gapdan xabar topganimdan keyin sizlarga to'g'risini aytishga qaror qildim". Shu gaplarni ayta turib yigit xijolatdan yerga kirgudek bo'ldi. Yigitning onasi uchun shunchalik jon kuydirayotganini ko'rib, sekingina "Kechirdim", dedim va havo yetishmayotgandek tashqariga shoshildim. Yigit hovlida o'ynab yurgan bolakayni yetaklab kelganda hushimni yo'qotishimga bir bahya qoldi. Sochlari xuddi dadasinikiga o'xshab qop-qora, jingalak, yuzdagi holi esa xuddi o'zimnikidek. Bolam yovuzlarning sirini fosh qilmoqchi bo'lgandek, quyib qo'ygandek ota-onasiga o'xshardi.